Bir sayyoh taqdir taqozosi bilan sharq mamlakatlaridan biriga sayohatga bordi. U ancha vaqt mamlakatni sayr qildi. Kunlarning birida mamlakat mirshablari sayyohni gumondor shaxs sifatida qo'lga olishdi. Sayyohning vatani va ushbu mamlakat o'rtasida anchadan beri munosabat do'stona emasligi sababli bu yurtga kelgan har qanday boshqa mamlakat fuqarolari qattiq tekshiruv ostiga olinar edi. Sayyohni josuslikda gumon qilishdi. Garchi hech qanday dalil topilmasa-da, uni qamab qo'yishdi. Sayyoh bir necha oy qamoqda qoldi. Oradan vaqt o'tgan sayin u bilan mirshablar ham hech kim qiziqmay qo'yishdi. U uzoq muddat qamoqda qolib ketdi. Mamlakat podshohining g'alati odati bor edi. U mahbuslar bilan ko'ngil yozishni xush ko'rar, jinoyatchilarni turli usullarda qiynab o'ldirishlarini tomosha qilardi. Ular orqali turli ermak va tomoshalar o'ylab topardi. Vaqti bilan podshohga yangi mahbuslar haqida ma'lumotlar kelar, u esa ular orasidan o'ljasini tanlab olardi. Kunlarning birida podshoh josus sifatida ayblangan sayyoh haqidagi ma'lumotni o'qib chiqdi va u bilan qiziqib qoldi. Uning aybi aniqlanmagani bois uni ozod etishni ham, jazolashni ham bilmay qoldi. Shu sabab podshoh sayyohni aql va zakovati qandayligini sinab ko'rishga qaror qildi. Agar u haqiqatdan ham aqlli bo'lsa, o'z uyiga, oilasi bag'riga ketaveradi, deb o'yladi sulton. Podshoh bu gal ham o'ziga xos ajoyib bir sinov tayyorladi. Uning amri bilan 3 ta eshigi bor katta xona qurildi. Podshoh mulozimi sayyohga xonalarni ko'rsatib, shunday dedi: "Seni aybing bormi yoki yo'qligidan qat'iy nazar, uyingga eson-omon yetib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Endi taqdiringni o'zing tanla." "Men nima qilishim kerak?" so'radi sayyoh. "Qarshingda 3 ta eshik turibdi. Har bir eshik ortida alohida sinov bor. Ulardan bir eshikni tanlab, xonadan omon chiqsang, ozod bo'lasan." Mulozim eshiklarni ko'rsatib, sinov shartlarini tushuntira ketdi. Birinchi eshik ortida sultonimizning 3 ta yovvoyi sherlari bor. Ular 3 kundan beri ovqat yemagan. Och yirtqichlar seni tutib olishsa, tilka pora bo'lasan. Ikkinchi eshik ortida esa sultonimizning maxsus hovuzida boqilayotgan 3 ta och timsoh bor. Ular ham 3 kundan beri hech narsa yemagan. Ular changaliga tushsang, yamlamay yutib yuborishadi. Uchinchi xonada esa ulkan linza, lupa o'rnatilgan. U quyosh nurini bir nuqtaga jamlaydi. Bu xonaga kirgan odam quyosh taftida yonib kul bo'ladi. Shunday deb mulozim xonani ko'rsatdi va so'zida davom etdi. "Senga ertagacha muhlat beriladi. Sherlarga yoki timsohlarga yem bo'lmasdan, quyosh taftida kuymasdan, tanlagan eshiging orqali ko'chaga chiqib ketsang, sen ozodsan. Agar omon chiqsang, sultonimizning buyuk marhamatlariga noil bo'lasan. Uyingga qaytib ketish uchun yo'l xarajatlaring xazinadan qoplanadi. Lekin bu 3 ta eshikdan hali hech kim omon chiqmagan." Shunday deb mulozim xoxolab kuldi va chiqib ketdi. Sayyohga bir kun muhlat berilgandi. U uzoq o'yga toldi. Eshiklarning har biri o'limni anglatardi. Ammo u shoshilmadi. Kechgacha hech qaysi eshikdan kirmay turaverdi. Tun kirishi bilan u osmonga qarab dedi: "Quyoshsiz tun mening najotim bo'ladi." U shunday deb ulkan linzali xonaga kirdi. Tunda quyosh bo'lmagani uchun linza nurni jamlay olmadi. Hech narsa yonmadi. Sayyoh tinch va ehtiyotkorlik bilan
xonani kesib o'tdi va orqa eshikdan ko'chaga chiqib ketdi. Ertasi tongda sulton va uning ahli hayratga tushdi. Hech kim bunday aqlli yechimni kutmagandi. Sulton yuzlariga tabassum yugurdi va men uni jasoratini emas, zehnini sinamoqchi edim. U esa aqli bilan o'limni yengdi. Shunday qilib sayyoh sultonning buyuk marhamatiga sazovor bo'ldi. Sovg'alar va izzat ikrom bilan o'z vataniga qaytib ketdi. Aqlli inson hatto o'lim darvozasi oldida ham najot yo'lini topadi. Qo'rquv jaholatdan, najot zehn va sabrdan tug'iladi. Kuch emas, aql insonni tirik qoldiradi. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.